Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, bugunga mana Xudo xolisa zotga Arashan qo'chqorimiz yetib kelgan. Bitta afg'on qora qo'yimiz bor, Arashan qo'chqorni kichkinasidan ham bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, chiroyli qilib shularni video qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, hafta kuniga chorshanba 25 fevral 2026-yil Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. O'zimizning xonadonimizda mana qo'ydi garbonoslari, hamma yo'g'i, quloqlari ham chista, butun, oq yuzdan. Mana garbonoslari. Qo'ydi zotga boqilgan, atay zotga tayyorlangan qo'y. Badanlari ham juda sportivniy holatda. Qo'yni yetalab ko'rsatamiz, yetalab. Mana dumbalaridan o'zi tulashni boshlabdi qo'y. Tort, yetalab. Bo'ylari ham turishi 95. Bosib, juniga bosib o'lchansa 93-94 chiqyapti. Xotirjam 94 qo'y. Hop, dumbalaridan o'zi tulashni boshlagan mana, oyog'ida kengligi mana to'xtat. Mana tuyoqlar. Oldi ko'krak qapas, aylantir. Tomonga aylantir. Mana garbonos. Dumbani ham joylashuvi ham o'ta ideal holatda. Razrez deymiz dumbani, mana dumba razrez deganda o'zlaring tushunasizlar. Kallasini ko'tarishlar. Mana dumbani razrez. Dumba ham pichilib ketadigandan emas. Tort. Yetala. Mana o'zi juni ham tulab boshlagan. Akalar, narxi ham o'ta baland emas, buni qo'yyapti, ko'ryapsiz. $1,500, $1,300 qo'yyapti bunaqa narsalarda. Xudo xolisa bizda o'zimizni xonadonimizdagi uchun arzon qo'yiladi. Yirtala. Akalar, narxi ham 12 million. Toshkentgacha dastavkalarini qilib beramiz. Endi bozorda bo'lsa o'zlaring bilasizlar, badanini ushlab, holatini ko'rib, hamma yo'g'ini ko'rib keyin narx aytiladi. Bozorda ham 15 million narx aytib turildi. Endi bu YouTube'ga chiqayotgani uchun realni 12 millionga ozgina dastavkasini qilib beramiz. Akalar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana narxi 12 million. Tishi ham endi ikkitishdan mana 4-siga chiqqan. Hali to'liq chiqarmagan. Mana turish holati. Bo'yi 94, uzunligi 1.5, veslari ham 100 kilo bu jonivordi. Narxi shu 12 million so'm. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Keyingi qo'chqorni olib chiqamiz. Mana keyingi qo'chqorimiz obunachilar. Bo'yi chista 90. Kallanimda ko'rsataylikda. Garbonos quloqni qaranglar. Quloq garbonos hamma yo'g'i zo'r mana. Quloq ham chalpang. Sal qo'londimdayroq qilib ko'rsatgan basharasini. Turishni qaranglar. Mana hali tish buzmagan qo'zi. Mana hali bu qo'zi. Mana obunachilar, buni holati. Mana buni ham dumba razrezlari hamma yo'g'i kelgan. Qo'ydi inasi afg'on bo'lgan. Qo'ydi inasi afg'on mana. Chista qirg'iz. Bu ham shu qirg'izdan o'tgan afg'on bo'lgan buni inasi. Yetala. Qo'ydi bo'yi chista 90 va qo'ziga hali 90. Yurishlari hamma yo'g'i kelishgan. Buni ham o'sha yem yeb turmagan, ozna yegan ekan, bu hali boqadigan narsa. Hali bu yem yesa yana katta bo'lib ketadigan, shu 1 metrlik 150 kilolik qo'chqor bo'ladi bu hali ikkitishga chiqsa. Shu holatiga hali 90 bu jonivor. Qo'ydi qaranglar. Obunachilar. Buni ham Toshkentgacha dastavkalarini qilib beramiz. Mana qo'zi kalla hamma yo'g'ini ko'rib turibsizlar. Mana akalar, qo'zining holatiga o'ta ideal. Mana endi quloqni ham ko'ring. Quloq ham chista, shalpang. Keyin bu tomonga qarsa, kallangiz o'zingda o'y. Jonivor. Mana quloqni qaranglar. Mana holatiga bu ham dahshat. Yurgis. Yurishlari hamma yo'g'i zo'r. Qo'chqorni qaranglar. Atay uzoqda olinyapti. Buni narxi 10 million. Buni ham ozgina xayri bor kelishtirib beraman. Xudo xolisa qo'yver. Qo'yveraver. Xudo xolisa buni zotini olib yuradigan aka-ukalarimizga dahshat narsa. Mana qaranglar obunachilar, turishdi. O'zini holatida. Ushlamay turgan holatda o'zini turishini. Qoshlari ham o'ta kelgan.
quloqlari shalpang qilib turadi. Hali bu ikki tishga chiqib, yem yeb, badan olsa bu yana ham dahshat bo'lib ketadi mana holat. Keyingi qo'chqorni olib chiqamiz. Eshikni och, keyingi qo'chqorni harakat. Jonivor. 10 oylik qo'zi. Ana obunachilar, keyingi qarashan qo'zi qo'chqorimiz. Qarashanni kattasini qo'ysak, qo'zisini so'raganlarga, mana qo'zisini so'rash ko'pchilik, qo'chqoridan qo'zisidan kerak deb, mana quloq eni 10. Quloqni eni ko'rib turibsizlar. Uzunligi chista 19. 19 pilisi 19 qolaverasizlar. Quloqni jaylashi, keyin garbonoslari mana. Qo'yni qaranglar holatini. Prosta mana qo'yni junni ko'rsatgan. Qarov bo'lmagan mana, tikan bosib yotibdi mana. Tarab ag'bazi ham qaramadi mana. Mana shu holatda o'tgan holatida qilinyapti videoni. Mana qo'zi hali bu 5 oylik 6 oyga yaqin qo'zi. Hali marjon. Mana dumbalarni ham bitta ko'rsataylik mana. Dumbar azres hamma yo'q, oyoq qo'li kelgan. Rasavosga kelgan qo'zi. Shu bilasizlar o'zlarining Qirg'izda cho'lug'ida ajratib beradi. Qo'y yem-yemay g'arib bo'lib qolgan. Inasini ustiga to'yg'izmagan. Mana dumbarning holati, dumbar azresi, quruq oyoqlari, ilik qaranglar. Mana shu holatda iligi ham bor. Ancha-muncha katta qo'chqorda ham iliglar bor. Keyin bag'ra qilib kelgan videoni tagini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Tagi ham sariq chiqadi. Chista. Juni ko'chib qolibdi. Yana 15-20 kunda mashinka solsa bo'lardi. Mana buni yuzlari, kalla qoshlari hamma yo'q chiroyli. Buni ko'rib. Narxi ham buniki ham japalanta aytilmaydi. 5 million so'm bu ham Toshkentgacha dastavkasi bepulach. Yurishini ko'raylik. O'ta chiroyli bu ham. Mana holat, mana shu turish